Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga o'zimizda bor ice cream, yani muzqaymoq apparatlarini qisqacha obzorini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu Nastonli varianti 220 tokda ishlaydi. Soatiga 30 litr smes, yani ice cream tayyorlab beradi. 220 da ishlaydi. Bunisi ham 220 da ishlaydi. Har xil variantlardan bor. Videoni tagida har birini narxlarini yozib qo'yamiz. Qolgan ma'lumotlarni to'liq telefon raqamlar qoldiramiz. O'sha telefon raqamlar orqali ma'lumot olsangiz bo'ladi bemalol. Bular hammasini 220 da ishlaydi. Har xil xilidan bor. Olib kelib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Har xil 220 ning har xil katta, kichik, har xil variantlaridan bor. Hammasi zavodskiy, Xitoydan keladi bular hammasi. Har xil variantlardan bor. 380 Frigomat apparatimiz. 380 hamma biladi o'zi deyarli bu apparatimiz qanaqa ishlashligini. Sifati zo'r, mashina sifati. Sensorli datchiklargacha bor, gradus ko'rsatadigan, 380 da ishlaydi. Temperaturalari hammasi eritadigan, sovutadigan, hammasi o'shandan boshqariladi. Ichlarni qozonlarning ichki tuzilishlarini ko'rsatib o'taman. Mana zapaska remenlari, trubkalari, hammasi dozatorlargacha hujjatlari, zapaska, sanlik, nasabga hamma narsalar bo'ladi. Bu ham 380 da ishlaydi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Optim narxlarda birinchi qo'ldan xarid qiling. Salomat bo'lasizlar.